Bir mashinani tasavvur qiling. Kuzovi juda ham go'zal holatda. Saloni super salon. Diskalari ham eng qimmat diskalar. Bitta muammo bor faqat. Nimasi yo'q uni? Motori yo'q. Demak, mashina yo'q-da. Agar biz axloqimizni o'xshatish kerak bo'lsa, shu mashinani motoriga o'xshaydi. Motori yo'q mashina emasmi? Axloqi yo'q musulmon komil musulmon emas. Axloqni mana kechagi darsimizda o'qidik. Ja'far ibn Abi Talib din nima deganda aqidani gapirib turib, orqasidan darrov axloqni gapirdi. Aqidaga ko'p e'tibor beryapmiz, xulqqa e'tibor bermayapmiz. Vaholanki ibodatingiz ham, aqidangiz ham axloqingiz bo'lmasa qiyomatda foyda qilmay qolishi mumkin ekan. Aytdik-a buni kechagi darsimizda. Yoki eng oxirgi rusumdagi takarni stanok. Mana buncha funksiyani bajara oladi. Bir soatda mana buncha bir detalni ishlab chiqara oladi. Lekin svet yo'q. Demak, stanok yo'q. Axloqingiz yo'qmi? Demak, dindorligingiz ham nuqsonli sizni.